Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Ali Anvarov va Qiziq TV. Qiziq premyera. Bugun Sarvar Karimovning Sevgi sharbati nomli kinosi premyerasiga kelganmiz. Eng zo'r, eng qiziqarli premyeralar doim bizda bo'ladi. Tayyormisiz? Qani ketdik. Aka, premyera bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sir bo'lmasa bu nechinchi premyera? Menimcha 7-yo'q, sana yurmayman, 7 menimcha. Sevgi sharbati. Xo'p, bu nom g'oyasi qayerdan keldi? Voy, buni g'oyasi bilasizmi? Institut o'qib yurganda kelgan. Birinchi kursni bitirganda shu g'oya paydo bo'ldi. Keyin ssenariy chala-chulpa yozilgan, qolib ketgan, yillar davomida bunga qaytganman. Mana nasib qilgan ekan 18 yildan keyin shuni film qildim. Wow, 18 yil oldin g'oyasi tayyor edi. G'oyasi tug'ilgan edi-da. Boshdan oxirigacha tayyor edi deyolmayman-ku. Lekin Sevgi sharbati degan nom va umumiy nima bo'lishi o'shanda tug'ilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Bobur Mansurov bor, Sabina Ibragimova borlar, Charoz Abbozova yangi debyutant aktrisamiz. Bundan tashqari Kunduziy bilan Azam Teacher bor, Otabek Rahmatullayev yaxshi ukamiz, Kristina Rustamova degan kliplarda ko'proq ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ham endi mana kinoda birinchi marta rol ijro etishlari. Keyin bundan tashqari katta yoshdagi aktyorlardan O'zbekiston xalq artisti Tohir Saidov borlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Nosirova borlar, To'xtamurod Azizov, xullas bor. Qiziq TV'ning har doim ishlari qiziqarli bo'lsin. Rahmat Sarvar aka, ijodiga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormaydi. Bu achki bizdan syomka qilyapti. Shunday. Bizdan syomka qilish mumkin emas, heching achki. Rozi-rizoliksiz syomka qilish mumkinmi? Asli to'g'ri aytasiz, o'z haq-huquqingizni doim talab qilib oling. Shu qaysi ko'rsatuvga boshqa bo'lgandan keyin haq qilingiz berib qoldingiz. Qiziqda mana endi shuni nimalar qilishini mana shunaqa formatda ekanda. Qiziq. Sarvar akaning kinosida rol o'ynabsiz. Shunday. O'zgacha bir amerikanskiy bola degan obrazni berishganda, Amerikadan yaqin uchib kelgan bir bolani obrazi. Shunday. Ingliz tilini bilishingiz juda ko'p foyda beradi. Foyda beryapti, shunaqa. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Sarvar aka mening ustozim. Men qo'llarida 2-3 yil assistent bo'lib ishlaganman. Shunday. Siz demak san'atga begona odam emassiz. Yo'q, men o'sha syomkada men rejissyorning umumiy assistenti bo'lib yurardim. Qachon tub burilish bo'ldi? Qachon bo'ldi? Shu bir 18-19-yil tushundimki, kinoda hozircha o'zgarish yo'q. Reanimatsiyada kino ancha joylanib qoldi hozir. Keyin YouTube'ga ijtimoiy tarmoqqa borish kerak ekan dedim. O'shanda YouTube ochib to'g'ri qilgan ekanman. Ingliz tilini o'rganish qachon boshlagansiz? Ingliz tilini endi yoshlikdan 5-6-sinfdan-ku, lekin bu dars berish o'sha paytli 2010-yildan dars berish boshlagandim. Wow. Shunday. Daraja qanaqa ingliz tili bo'yicha aka? Daraja a'lo. Nima deydi? 9. Yo'q, IELTS 9 emas. Endi bizda jurnalistik qobiliyatlari juda kuchli emas. IELTS 9 emas. Shu 8 lar atrofida bo'lsa kerak endi. Shunday. Past, ko'tarilib ketdi. Qanaqadir talab IELTSga bo'lgan. Sizga 8. Sizga pastda endi. 8,5 deymiz. 8,5. Ham ingliz tili o'qituvchisi, ham bloger, ham boshlovchi, ham aktyor. Jahongir Poziljonov bir tim bo'lyapti yoningizda. Jahongir aka azal albatta, siz barram legendasiz. Jahongir aka yurganlar, shtob biz yugurishimiz uchun. Shunaqa yurib berganlar. Bu ingliz tilidan tarjima qilingan maqol bu. Xo'p, inglizchasini aytingchi. Jahongir walked so Azam could run. Men ingliz tilini o'qishga kirganman. Faqat grammatika bilan, lekin hozir tushunyapman, afsuslanaman IELTS olmaganimga. Kech emas, hech qachon kech emas. Kech bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Murod aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Xursandmiz ko'rib. Yana bitta bosh rol. O'qishni bitirganingizga qancha bo'ldi Murod aka? 2022. 2022 bitirgansiz o'qishni. 3 yil bo'ldi o'qishni bitirganingizga. Lekin juda tez ko'zga ko'rindingiz. Sizga shunaqa tuyuladi. Tez. Qo'ying, kamtar. Iceberg. Sevgi sharbati. Nima uchun nom bunaqa? Nommi? Ko'rib endi bilasiz, hozir men spoiler qilib qo'yib uni aytsam, Sevgi sharbati. Buni ichsam Fantastika menimcha. Fantasy, ha. Fantasy shunaqa. Fantasy deyishim kerak. Fantasy. Fantastika boshqa, fantasy boshqa. Ha, yo'g'i. Bu Sarvar aka noto'g'ri aytdilar, bo'ldi bu. Fantastika bilan, fantastik komediya. Bu zo'r komediya degan ma'noda ham keladi, lekin o'shani ichib nimadir bo'lasizlar. Tushundim. Murod Nasimov yomon ko'rgan bitta narsa va juda yaxshi ko'rgan bitta narsa. Yo'q, ko'p narsani yomon ko'raman, borku. Eng muhimi intervyu berish. Yaxshi ko'rgan narsangiz ekan bildik. Yomon ko'rganingiz nima?
Intervyu berishni yomon ko'raman. Xo'p, yaxshi ko'rgan. Intervyu berishni. Yaxshi ko'rganim. Endi kino haqida gapirishyapmiz. Shu premyeradan keyin, tugagandan keyin yaqin do'stlarim bilan maza qilib o'tirib dam olish. Wow, demak bugun Murod Nasimov Dam oladi. maza qilib dam oladi. Davom etamiz. Omad tilayman. Ijodiylar bardavom bo'lsin. Xudo xolisa bundan ham zo'r kattaroq premyeralarda siz mendan intervyu oling. Bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat. Salomat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Sarvar aka necha pul berdi bu uchun? 5000 bermadimi? Yo'q. Necha pul berdi? Dangal ayting qani hammaga. Yo'q, endi Ha, bo'ldi, shunda. Nechinchi film? bu endi 3-chi filmim. Men mana shu blogerlik boshlagandan keyin bu 2-darajali rolda chiqqanman. Siz o'ynagan obraz sevgi sharbatini ichganmi yo'qmi? Yo'q, icha olmaganimda, o'sha nasib qilmagan, qizg'anganimda. Qizg'anganmi? Xo'p, nima uchun sevgi sharbati? Endi mana shu bosh qahramonni obrazi o'zi shunaqangi bo'ladi-yu, qizlar yaxshi ko'radigan bo'ladi. Lekin shu nima deydi? O'sha qizlar buniki bo'lishini xohlab o'zi shu sharbat yaratadi. O, Ana shunaqa. Endi hammasini ochib ko'rmay, ko'rsanglar ko'rasizlar kinoda. Sarvar aka yana bitta kino olsa-da, mana do'stlik sharobi deb qo'ysa ham kelaverasizmi? Shunaqa qilinglar, haqiqatan. Do'stlik kompotimi? Do'stlik kamayib ketdi. Farqi o'ynayverasiz. Kelaverman. Bo'ldi, pul bersa bo'ldi. Bo'lsa ham kelaveraman. Sevgi sharbati. Ha. Nom qiziq. Nom qiziq, o'zi ham qiziq bo'lsa kerak. Murod aka o'ynagan. Da. Sarvar akani kinosi. Sarvar aka bilan Murod aka uchun keldi. O'zi endi qolgan aktyorlar ham kuchli. Alisher Zohid o'ynagan, qarang lekin. Alisher aka uchun ham kelgan. O'xshadi? O'xshadi. Kesib boshini buni qo'yaveraman. Ja o'zi ko'p ko'rmadim. Mana shu taklifnoma berilganda ozgina ana rasmni ko'rdi bo'ldi. Alisher aka yo'q afishada. Yo'q-la. O'shaning uchun bilmadim. Bobur Mansurov. Ha, ana endi bilyapman. Raqobatdoshingiz- Nima bo'ladi o'zi kino, aka? Hozir aytib Bo'lmayib bersalar. Yo, zo'r kino. Siz kelgan kino zo'r. Aka qistirmang. Yo, nima uchun so'radi? Taklif qilishdimi yo sotib olib keldingizmi beli? Yo, taklif qilishdi. Taklif qilishdi. Sarvar aka yaqinda Do'stlik kompoti degan kino olar ekanlar. Menimcha bu tuhmat. O'ynaysizmi rol chaqirsa? Do'stlik kompotini qanaqa bo'lishini bilmadim. Da o'ynayverar ekanmiz. Ha, bu yoq nimasi shu gap? Ha, bular rul bo'ladi hozir bugun. Bir kun uni aytgani bo'ladi, bir kun buni, bir kun meni, bir kun uni, yana buni. Amiga qolib ketadi. Oxir-oqibat yonimizdagi suv quriydi. Ammo biz buni kechiramiz. Anglamaymiz yoki anglashni istaymiz. Chunki ichimizda g'urur, ba'zan esa qo'rquv bor. Nihoyat anglaganimizda esa kech bo'lgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay yoqdimi premyera? Rosa ham yoqdi, zo'r chiqdi. Ha, kutganimdan ham a'lo bo'ldi. O'zi birinchi marta kirishim. Ha, yo'q-ku? Chunki televizorda ko'rgan bilan hayotda ko'rgan boshqacha. Ular o'zi bilan ko'rib, gaplashib, rasmlarga tushib, Zo'r, ha, baribir. atmosfera zo'r, yoqtiradi. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Zamonlar o'taveradi, vaziyat esa o'zgarmaydi. Endi hammamiz qon tutingan bandalarmiz. Avval yo'qotamiz, keyin qadriga yetamiz. Menimcha bu bizani DNKmizda bo'lsa kerak. Yoqdimi premyera? Qanaqa bo'ldi? Rosa yoqdi. Zo'r bo'ldimi? Ha, zo'r. Kutganimizdan ham zo'r. Qaysi aktyorni o'ynagan roli yoki qaysi epizod sizga esingizda qoldi, ko'proq yoqdi? Shu ayolga aylanib qolishlari ko'proq esimizda qoldi.
Ayolga aylanib qolganda ko'p odam esda qolib ketadi. Ahmed Yo'lovga pul istadim deb gapim bor edi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hali yoqdimi? Rahmat, yoqdi. Qanaqa bo'ldi premyera? Kutganingizdek bo'ldimi yo uncha ko'nglingiz to'lmadimi? Fantastika, lekin ma'no bor ichida. Ma'noli, misol uchun odamlar hayotda norozi bo'lib o'zi, misol uchun erkak bo'lsa, bekorga erkak bo'lib tug'ildim yoki ayol bo'lsa, bekorga ayol bo'lib tug'ildim, shunaqa deyish yo'q, mana shunaqalar bor-da. O'rtalar shunaqami? Yo'q, mana o'rtalar bunaqa emas, lekin shunaqalar bor hayotda. Xo'p. Shunaqalar bor. Fikrlab ko'rsa, chuqur ma'noga ega film. Lekin yoqdi, fantastika bo'yicha qiziqarli. O'sha ayollar aytmoqdimi? Bizga qilib dumlanib keladigan bolalar yoqmaydi deb. Xullas shunaqa gaplar aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Qiziq TV, qiziq premyera. Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Siz bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga bundan ham qiziqlarni taqdim etishda davom etamiz. Sizlar bilan Qiziq TV hamda Ali Anvarov bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.